Assalomu alaykum do'stlar. Hozir men sizlarga SQB, ya'ni Sanoat qurilish bank ilovasi orqali ishlab topgan pullaringizni qanday qilib kartangizga yechib olishni o'rgataman va oxirida qanday qilib bunday pul topishni ham o'rgataman. Buning uchun mana bu pastki bo'limdan yana degan joyini bosasiz va mening kartalarim degan joyini bosib, mana bu burchakdagi plyusni bosasiz. Plyusni bosganingizda mana bu yerda virtual karta ochish degan yozuv chiqadi. Shuni bosasiz va UzCard virtual degan joyiga bosib, keyingisini virtual karta ochishni bosasiz. Mana sizda allaqachon UzCard mavjud deyapti, chunki men ochib bo'lganman. Sizda so'rov yakunlandi deb chiqadi va yarim soat, 1 soatlar atrofida mana bu yerda mana bunday kartangiz paydo bo'ladi. Va bu karta paydo bo'lganidan so'ng mana bu taklif uchun bonuslar degan joyida olingan summangiz ko'rinadi. Mana menda 530 ming bo'lgan. Mana bu yerda mablag'ni olish degan joy chiqadi. Mana hozir yechib olinmagan summasi 50 ming so'm turibdi va mana bu yerda yaratgan virtual kartangiz chiqadi. Mana bu yerga esa o'tkazma summasini yozasiz. Mana men 50 mingimni yechib olaman. Keyingisi va o'tkazma ketdi. O'tkazish. Muvaffaqiyatli va asosiyga o'tamiz. Mana bu yerda kartamni balansi 50 ming so'mga o'zgardi. Bu yerdan esa o'tkazmalarga o'tib, mana bu yerdan yangi boshqa biror kartangizni yozib, o'tkazish summangizni kirgizib, mana bu yerdan o'sha ochilgan UzCard kartangizni, virtual kartangizni tanlasangiz bo'ldi. Xohlagan kartangizga, plastik kartangizga chiqarib olsangiz bo'ladi. Va endi hozir sizlarga buni qanday qilib ishlab topishni, bu pulni qanday qilib ishlab topishni ham o'rgatib o'taman. Buning uchun pastdagi kommentariyadagi havola orqali Sanoat qurilish bank ilovasini ochib olasiz va hozir men sizlarga video qo'yib beraman. O'sha video qo'llanma orqali qanday qilib registratsiya bo'lishni o'rganib olasiz. Ilovaga birinchi kirganingizda til tanlash bo'limi chiqadi. Bu yerdan o'zingizga qulay bo'lgan xohlagan bitta tilni tanlaysiz va telefon raqamingizni kirgizib, SMS kod orqali tasdiqlaysiz. Shundan so'ng keyingisi tugmasini bosganingizdan so'ng ushbu oyna ochiladi. Bunda o'zi yozilgani kabi birinchisiga ismingizni, ikkinchisiga familiyangizni yozasiz. E'tiborli bo'ling, aksiyada qatnashishni boshlash uchun taklif qiluvchi kodi degan joyga videoda ko'rsatilgan kodni yozasiz. Va videoda ko'rsatilgan joyga tasdiqlash belgisi, ya'ni galchka qo'yib, keyingisi tugmasini bosishingiz mumkin. Va sizda ushbu oyna ochiladi. Bu yerda harf va raqamlardan iborat 8 tarik parol tuzishingiz kerak. Va ixtiyoriy maxfiy so'z kiritasiz va keyingisi tugmasini bosishingiz mumkin. Va keyingi oyna ochiladi. Bu yerda nomeringizni SMS orqali yana bir bor tasdiqlaysiz va parol kiriting degan joyiga boya o'ylab topgan 8 talik parolingizni kiritasiz va kirish tugmasini bosasiz. Va ilovaga har safar kirishda so'raydigan 4 talik pin kod o'ylab topasiz va kiritasiz. Barcha bank ilovalarida bo'lgani kabi ilovadan to'liq foydalanish uchun videoda ko'rsatilgan joydagi tasdiqlash galchkani bosamiz va identifikatsiyadan o'tish tugmasi orqali identifikatsiyadan o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda hozir men identifikatsiyadan o'tishni ham o'rgatib ketaman. Mana bu yerga pasport seriya va raqami kiritiladi. Mana bu yerga esa tug'ilgan sanangiz yoziladi va davom etishni bosishingiz kerak bo'ladi. Yozib bo'lganingizdan so'ng hamma narsani, keyin bu pasport egasini rasmga olishni so'raydi. Davom etishni bosganingizda bitta rasmga tushib olasiz, bo'ldi. Barchasini bajarib bo'lganingizdan so'ng mana shunday oyna ochiladi va mana bu yerda taklif uchun bonuslar degan joyini bosasiz va bu yerda sizning promo kodingiz chiqadi. Mana shu promo kod orqali do'stlaringizni taklif qilib, har bitta taklif qilgan do'stingiz uchun pullarni ishlab olishingiz mumkin bo'ladi.